Davom etamiz. Samarqand viloyati huquq-tartibot idoralari xodimlari hamkorligida tezkor tadbirlar o'tkazildi. Unda yer sotish va korrupsion holatlarga oid jinoyatlar fosh etildi. Malika Saidova batafsil so'z yuritadi. Joriy yilning 20-mart kuni Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari hamkorligida Qo'shrabot tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda Qo'shrabot tumanida yashovchi 25 yoshli shaxs oqdaryolik fuqaroga tuman hokimligi zaxira yer maydonlari hisobidagi 2 gektar yerni kadastr bo'limida ishonchli tanishlari orqali hujjatlarini rasmiylashtirib berishni aytib, 100 million so'mga sotayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi va 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Samarqand shahrida ham ana shu qoidalarga amal qilmagan maktab direktori pora bilan qo'lga olindi. Farzandini o'qishni boshqa maktabdan ko'chirib, shu maktabga qo'yishga kelgan fuqarodan direktor ta'magirlik yo'li bilan 100 AQSh dollari miqdoridagi pulni qo'lga kiritgan. Yana bir o'quvchidan o'qishni ko'chirish evaziga 100 AQSh dollari miqdorida pul talab qilgan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida maktab direktori o'z xizmat xonasida 1 million 300 ming so'm miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.